hozir bunga makron soldik. Bunga kofe solamiz. İnternette ko'rdim da. Endi menga yo'q qilyapmiz. Bittanicha. Endi makronlarni aralashtiramiz. Makronlarni ichaklarini o'xshab qorayib ketdi. Ko'p odamlar suv ichsin deydi-yu. Mana makron qorayib ketdi, ko'rdinglar? Ichaklarimiz mana shunaqa qolib ketadi-da. Endi buni olib suv ichinglar tozalanadi, suv ichlari tozalaydi deydi. Ana shunaqa qilib mana yuvib ko'ramiz. Yuvamiz. Demak, nima bo'lyapti? Yuvib tozalanmayapti. Endi Ersak kompaniyasidagi kofe ichiga solib buni yuvamiz. Mana o'z holiga qaytadi. İçlarilar yuvib tozalab beradi deyapti. Qarang, tozalanyapti. Mana qarang. yana o'z holiga qaytdi. Demak, buni ichsak, ichlarimiz tozalanib, chiroyli bo'lib qolamiz ekan. Alhamdulillah.